Assalomu alaykum. Men Xalq bankidan, Qo'shrabot tuman Xalq bankidan yordamchi agent Abdurahmonova G'ayba bo'laman. Hozir sizlarga har bir oila tadbirkorlik yo'nalishiga ajratilgan kreditlar bo'yicha tanishtirishga keldik. Qarz oluvchi yuridik shaxs va yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan tadbirkorlik subyektlari hamda jismoniy shaxslar bo'lishi shart. Kredit maqsadi kreditlar ilgari olingan kreditlarni yoki har qanday boshqa qarzlarni qaytarish, aloqaga va tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish, savdo vositalarini amalga oshirish, umumiy ovqatlanish tashkilotlarining aylanma mablag'larini shakllantirish, ishlab chiqarish maqsadlari uchun ishlatiladigan shaxsiy mulk sotib olish, mebel, uyali telefon sotib olish, shuningdek aloqa xizmatlarini